Qizlar yuzida porasi borlar uchun loy maskamiz bor. Masalan, bir marta maskani ishlatib tashlagandan ko'ra sizga mana bunaqa banichkali maskalar yana ham yaxshi ekonomishni demoqchiman. Bemalol 8 oyga yetkazasizlar. Buni har kun qilmaysizlar-ku maskani. Cherizdan yuzga qarab o'zi aytaman, qachon qanaqa maska ishlatilishi kerakligini. Demak, bu loy maskasi sizni yuzingizdagi poralarni kichraytirib beradigan pora sужающий maska. Mana shu maska birga bir poralarni yaxshilab beradigan. Ну, конечно, undan oldingi uxotlar bo'lishi kerak. Chistkalar bo'lishi kerak. Bu maskani o'zi bir marta ishlatganingizdan o'zi sezasiz qanaqa zo'r maskaligini va yuzni namlantiradigan, ajinlar bilan kurashadigan, yuzni tez yoshartirmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun tillali 24 karat tillali maska. Buni ham 3 kunda bir ishlatsangiz bo'ladi. Yuzni juda ham yumshoq, elastik va lifting effekt berib, yaxshilab beradi. No, baribir qizlar uxotni yaxshi qilish kerak. Bitta maskani o'zini oling deyolmayman sizlarga. Maskadan oldin Atomini o'zini sifatli kremlari, tozalovchi vositalarni